Xonanda Ruxshonaning turmush o'rtog'i xitoylikmi? Gap shundaki, ijtimoiy tarmoqlarda shunga o'xshash xabarlar keng tarqalib, muhokamalarga sabab bo'ldi. Ammo xonanda barcha gaplar asossiz ekanligini aytdi. Xitoylik emas, bu bir erim o'zbek, musulmon, Xudoga shukr. Xotinlari bitta bu man. Ozoda Nursaidova 51 yoshini qarshi oldi. 9-oktyabr kuni mashhur xonanda Ozoda Nursaidova o'zining 51 yoshini yaqinlari va hamkasblari bilan birga nishonladi. Ular san'atkorni ko'tarinki kayfiyatda iliq so'zlar bilan tabriklashdi. Ozoda Nursaidovaning muxlislari videoga like bosishni unutmang. Saida Rametova uni og'ir damlarda davolagan, hayotini saqlab qolgan fidoyi shifokorlar bilan uchrashdi. Ularni samimiy minnatdorchilik bilan qabul qilib, sizlar tufayli yana sahnaga qaytdim degan. Bu uchrashuv nafaqat minnatdorchilik, balki inson hayotining eng katta qadriyati sog'lik va mehr ekanini yana bir bor isbotladi. Hammasi yaxshilikka bo'lsin degan insonlar videoga like bosishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.